Bugun shunday mavzuda gaplashamiz-ki, nega biz rivojlana olmayapmiz? Shuncha sharoit bor, shuncha imkoniyat bor, shuncha texnologiyalar bor, lekin biz rivojlana olmayapmiz. Bu mavzu shunchalik muhimki, shunchalik dolzarbki, siz qaysi soha egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, qaysi biznes egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, biznesingizni rivojlantira olmaysiz. Sohangizni yangi natijalar, yaxshi natijalarga olib chiqa olmaysiz toki mana shu muammoni hal qilmasangiz, toki mana shu masalani javob topmasangiz. Bugun sizni rivojlanishdan to'xtatadigan 7 ta to'siqni har birini ochib beraman, tushuntirib beraman. O'zimning hayotimda ham mana shu narsalarni bilmasligim, qila olmasligim ma'lum bir darajada rivojlanishdan to'xtatgan bir omil hisoblangan. Mana shu bosqichlarni hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Men nazarimda birinchi bizni rivojlanishdan to'sadigan narsa, to'xtatadigan narsa bizni diqqatlarimiz hamma narsaga tarqoq ekanligi. Aniqrog'i fokusimiz yo'qligi, ya'ni bir diqqatimizni bir nuqtaga qarata olmasligimiz bizni hamma narsa bilan shug'ullanishga va biron narsada natija olmasligimizga olib keladi. Boshqacha qilib aytsak, katta kuch, katta energiyamizni sarflashimizga, natijada esa hech narsa olmasligimizga olib keladi. Va birinchi fokusimizni aniq maqsadlarga qaratishni tavsiya qilaman. Ya'ni o'zi nima xohlaysiz o'zi, nimalarga erishmoqchisiz o'zi, nima bilan shug'ullanmoqchisiz o'zi, kelajagingizni nimada ko'rayotganingizni aniqlab oling. Va qachonki mana shu maqsadingizni aniqlab olish jarayonida ikkinchi o'rin, 10-o'rinni egallab turgan boshqa tashqaridagi narsalar ajralishni boshlaydi. Ya'ni muhim narsa bilan ikkinchi, 3-chi, 5-chi o'rindagi narsalar ajralishni boshlaydi. Qachonki siz buni ajratmas ekansiz, siz hamma narsa bilan shug'ullanishni boshlaysiz. Hamma narsa bilan shug'ullangan odam hech narsaga erisha olmaydi. Chunki bizning vaqtimiz yetmaydi hamma narsa bilan bir paytning o'zida shug'ullanishga. Sizning kuchingiz ko'p, kuchingizni hamma joyga tarqatish kerak emas, kuchni bitta yo'nalishga yo'naltirish kerak bo'ladi. Bu uchun kichikroq sohani oling, kichikroq yo'nalishni oling, lekin aniq nimani xohlayotganingizni aniqlab oling. Ya'ni maqsadingiz uyqungizdan uyg'otgan paytda nimani xohlashingizni aniq ayta oladigan darajada bo'lsin. Odatda aniq narsaga biz xayollarda kelmaymiz. Ko'pchilik odamlarning maqsadlari xayollarida, kallada bo'lgan ma'lumotlar juda ko'p. Yangi ma'lumotlar juda ko'p. O'sha uchun kallada bo'lgan ma'lumotda aniqlik bo'lmaydi, kashf bo'ladi. Ko'pchilik odamning rivojlanmasligining sababi hamma narsaga yopishi va aniq narsaga yopishmasligidir. Birinchi shuni aniqlab olish kerak. Agar shuni aniqlab olsangiz, ya'ni siz nima xohlayotganingizni aniqlab olsangiz, endi butun kuchingizni, energiyangizni, fokusingizni, diqqatingizni, boringizni o'sha yo'nalishga yo'naltirishingiz mumkin, uni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Xuddiki bir bolaligimizda lupadan quyoshga qo'yib turib, qog'ozni lupa orqali yoqqan edik. Chunki quyosh nurini lupa bitta yo'nalishga yo'naltirib beradi, shuning natijasida o'sha joyda issiqlik harorati juda baland bo'ladi va qog'ozni yoqib yuboradi. Diqqat shunaqangi kuchga ega. Bir kuni Bill Gates hamda Warren Buffett va Bill Gatesning otasi uchalalari o'tirgan paytda bir odam kelib turib, muvaffaqiyatni siri nimada, muvaffaqiyatga erishishda siri nimada deganda, uchovlari ham fokus qilishda deb javob berishadi. Ya'ni fokus juda muhim. Diqqatni yo'naltira olishimiz juda muhim. Bugun ijtimoiy tarmoqlar, har xil vositalar, reklamalar, bizneslardagi o'sha reklamalar bizni fokusimizni, diqqatimizni tortib olishga harakat qiladi. Shu natijasida biz o'zimiz nima xohlayotganimizni chalkashamiz. Men shu fokusga alohida urg'u beryapman, alohida e'tiboringizni qaratyapman, alohida ko'proq vaqt ajratyapmanki, shu darajada muhimligini anglashingiz uchun. Hozir oling bitta bir qog'oz yoki bloknot yoki telefoningizdagi zametkangizni olingda, keling siz bilan mana shu oy mobaynida aniq bir maqsad ustida ishlaymiz. Katta narsa bo'lmasin, chunki katta narsani yana ko'p vaqt olishiga olib keladi. Kichikroq narsa olingda, bitta narsa bo'lsin. Mana shu oy, misol deylik, shu haqida ishlaymiz, shu ustida ishlaymiz. Uni aniq yozing, nima u? Aniq bo'lsin, o'lchasa bo'ladigan bo'lsin, vaqt bilan chegaralangan bo'lsin. Mana shu 3 ta narsaga e'tibor qarating. Qachongacha bo'ladi? Nima u o'zi? Qanaqa qilib bilamizki biz erishdikmi, erishmadikmi? Mana shu narsani yozing. Ikkinchi, o'smasligimizga, rivojlanmasligimizga yomon ta'sir qiladigan narsa biz javobgarlikdan qochganimiz yoki javobgarlikni bo'ynimizga olmaganimiz. Biz javobgarlikdan qochamiz. Biz javobgarlikni bo'ynimizga olmaymiz. Biz o'smasligimiz sababi oldimizga qandaydir qiyinchilik kelgandan keyin biz birovlardan ayb qidirishni boshlaymiz. Javobgarlik nima degani? Qandaydir muammoga duch keldingmi, aybni birovdan emas, aybni o'zingdan qidirishing, yechimni o'zingdan qidirishing. Qandaydir bir to'siqqa keldingmi, bu to'siqni yechimini tashqaridan emas, ichkaridan qidirishing. Ya'ni biz ko'pincha qandaydir bir muammoga duch kelsak, aytamizki, ob-havoning yomonligi sababdan, klientlarimiz unchalik yaxshi bo'lmagani sababdan biz tovarimizni sota olmayapmiz. Sheriklarimiz pand bergani uchun biz bankrot bo'ldik. Ya'ni qandaydir bir
muvaffaqiyatsizlikka, omadsizlikka, ish yurmaganiga biz bo'ynimizga javobgarlikni olmaymizda, biz javobgarlikni boshqalarning bo'yniga tashlaymiz. Ishchi aybdor, sherik aybdor, klient aybdor, ob-havo aybdor, davlat aybdor, yana nimadirlar aybdor, lekin hech qachon biz o'zimiz aybdor emasmiz. Rivojlanish javobgarlikni bo'yningizga olishingizdan boshlanadi. Toki siz javobgarlikni bo'yningizga olmaysiz, toki siz o'zingizni o'zgartirishga harakat qilmaysiz, hech qanday o'zgarishlar bo'lmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarini imkoniyatlar yurti deydi. Qiziq joyi shundan iboratki, o'sha imkoniyatlar yurtini markazida, Nyu-Yorkda bo'lgan paytimda, o'sha eng markazida, Manhattanda bomj odamlarni yotganini ko'rdim. Ya'ni imkoniyatlar yurtida bo'la turib ham, markazda bo'la turib ham bomj bo'lish mumkin ekan. Ya'ni odamzod o'zi hayoti uchun javobgarlikni olmasa, o'zini o'zgartirishga harakat qilmasa, farqi yo'q, u qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, imkoniyatlar yurtida bo'la turib ham imkoniyatni ko'rmasligi mumkin. Agar hayoti uchun javobgarlikni olgan inson bo'lsa, imkoniyatlar yo'q joyda ham imkoniyat topa oladi. Chunki javobgarlikni inson olgandan keyin albatta yechim topadi. Izlagan odam albatta topadi. Mana shu joyda siz hayotingiz uchun javobgarlikni yo hozirdan olasiz va hayotingizni o'zgartirasiz, yoki hayot sizni majbur qiladi baribir bo'yningizga javobgarlikni olishga. O'zgarmoqchimisiz? Albatta javobgarlikni olmasdan turib o'zgarib bo'lmaydi. Uchinchi narsa, o'zgarish uchun ilm kerak bo'ladi. Bizni eng katta xatolarimizdan bittasi, bizda duh bor, biz qo'rqmaymiz, tavakkal qilamiz. Bizda energiya bor, charchamaymiz, 24 soat ishlaymiz kerak bo'lsa. Lekin bizda ilm olishga harakat yo'q, intilish yo'q, qiziqish yo'q. Misol deylik, jismoniy mehnatga berilamizda, lekin aqliy mehnat bilan shug'ullanmaymiz. Masalan, bizni tadbirkorlar bilan ishlash jarayonida shuni ko'ramanda, Xitoydan, Turkiyadan 3000-4000 dollar oylikka ish haqqiga mutaxassislarni jalb qilib keladida, ularga pullarni to'laydi, olib kelib shu yerda ishlatadi. Lekin o'zimizda o'zbek mutaxassislarimiz yetishmaydi. Bizni o'zbek mutaxassislarimiz boshqa joylarga, boshqa yurtlarga, masalan, boshqa ishlar bilan shug'ullanishadi. Kamroq ish bo'ladi, lekin jismoniy mehnatga ko'proq moyilligini ko'ramiz. Shuni tushunishimiz kerakki, jismoniy mehnatga qaraganda aqliy mehnatni qadri juda baland bo'ladi. Lekin mana shuni biz tushunishimiz qiyin bo'ladi. Masalan, jismoniy mehnatga hozirdan kirishga tayyor, lekin ozgina ilm olib, kattaroq daromad qilish mumkin bo'lgan joyda bunga tayyor emas holatni. Ham ishchi xodimlarda ko'ramiz, ham tadbirkorda shu holatni ko'ramiz. Va uchinchi muhim narsa ilm olish. Beshikdan qabrgacha ilm olish kerak. Siz qaysi soha egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'sha sohangizni o'zini ilmini olish kerak. Chunki davr shu darajada tez o'zgaradigan bo'ldiki, o'sha davrni holatiga mos holatga kelmasangiz, bozordan qolib ketasiz. Hayotdan qolib ketasiz. Orqada qolib ketasiz. Davr bilan teng yurish uchun esa tinimsiz harakat qilish kerak. Harakatni asosan ilm. Tinimsiz ilm olish kerak va uni hayotga tatbiq qilish. Bizda mana shu ilm olishda qiyinchiliklar bo'ladi. Ilm olishni yomon ko'ramiz, ilm egalarini yomon ko'ramiz, ustidan kulamiz, ilm olish ham o'rganib kim ham bo'larding deymiz. Bu yerda bitta muhim joy bor, haqiqatan ham ilmni kerakli joydan olish kerak, to'g'ri ilmni olish kerak va davringizga, vaziyatingizga, holatingizga mos bo'lgan ilmni olish kerak. To'rtinchi, amal qilmaslik. Hammamiz bilag'onmiz, hammamiz bilamiz. Bilish foyda bermaydi. Shuni tushunish kerakki, bilish qachon foyda beradi, qachonki uni hayotga tatbiq qilsak. Bilag'on bo'lish kerak emas, qilag'on bo'lish kerak. Hozir bilim olish uchun imkoniyatlar juda keng. YouTube'da ko'p, mana hozir YouTube'da bizni kuzatyapmiz. Kitoblar bor, chop etildi. Har xil sohalar bo'yicha kitoblar chiqdi. Sun'iy intellekt bu imkoniyatlarni yanada kengaytirib berdi. Noyob bo'lgan ilmlarni ham sizga qidirib topib bera oladi. Lekin bu bilimlarni o'rganish hali natija beradi degani emas. Uni hayotga tatbiq qilish eng muhim qismi hisoblanadi. Bizda mana shu joyi ham kamchiligimiz bor. Ya'ni bilishga harakat qilamizda, nimagadir uni hayotga tatbiq qilishga harakat qilmaymiz. Chunki bilim bizning hayotimizda uni olganimizdan keyin uni hayotimizni o'zgartirish kerak bo'ladi. O'zgartirish o'z-o'zidan bo'lmaydi, toki uni tatbiq qilmasangiz. Bizni rivojlanishga to'sqinlik qilayotgan narsalardan yana bittasi, biz bilimlarimizni qo'llamayotganimiz. Chunki har qachon siz bilim o'rganar ekansiz, u sizga nagruzka bo'ladi, u sizga bosim beradi. Ya'ni siz shuncha bilimni bilasizda, lekin hayotda hech bir o'zgarish bo'lmayapti. Qaysidir bir odamni ko'rasizda, u bilmaydi, lekin u hayotda ko'p narsalarga erishyapti. Psixologik ezadi. Nimaga menda natija bo'lmayapti? Sizda natija bo'lmasligi sabab, o'zgarish bo'lmayotgani sabab siz uni hayotga o'rganganlaringizni tatbiq qilmayotganingiz bo'ladi. O'sha uchun ko'p narsani bilib amal qilmagan odamdan ko'ra, kam narsani bilib turib, amal qilgan odam ko'proq narsaga erisha oladi. Mana biz masalan, mana shu 10 yil tadbirkorlarni o'qitish jarayonida shu narsani tushundikki, ozgina o'rgatamiz, sirazu qo'llashga yordam beramiz. Ozgina o'rganamiz, o'rgatamiz, sirazu qo'llashga yordam beramiz. Shu usul juda katta natijalarga olib keladi. O'rganamiz, sirazu praktika qilamiz. O'rganamiz, sirazu praktika qilamiz. Mana shu usulni o'zingizga, hayotingizga tatbiq qilishni tavsiya qilaman. 5-chi, bizni rivojlanishga to'sqinlik qiladigan narsa yomon muhit. Misol deylik, siz shuni tushunishingiz kerakki,
siz qanday odamlar davrasida bo'lsangiz, siz o'shanaqa odamga aylanasiz. Masalan, umuman ilm olmaydigan odamlar davrasida bo'lsangiz, siz ham ilm ola olmaysiz. Chekuvchilar davrasida bo'lsangiz, siz ham chekishga moyil bo'lasiz. G'iybat qiluvchilar davrasida bo'lsangiz, g'iybat qilishga to'g'ri keladi. Choyxonada vaqtini o'tkazadigan odamlar davrasida bo'lsangiz, siz faqat choyxonada behuda vaqtingizni o'tkazadigan odamga aylanib qolasiz. Ya'ni atrofingda kim bo'lsa, sen shunaqa odamga aylanasan degan qoida bor. Anida mana shu joyda siz e'tibor qaratishingiz kerak. Siz rivojlanmoqchisiz. Nima yo'nalish bo'yicha rivojlanmoqchisiz? O'sha yo'nalish bo'yicha davralar bormi, do'stlaringiz bormi, shu yo'nalishda rivojlanayotgan? O'sha davrada ko'proq vaqt o'tkazish kerak. Agar atrofingizda siz rivojlanmoqchi bo'lgan yo'nalishda tanishlaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, do'stlaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, yangi tanishlar, yangi do'stlarni orttirish kerakki, shu yo'nalishda birgalikda rivojlanish uchun. Chunki shuni tushunishingiz kerakki, insonda iroda degan narsa bor va atrof muhit degan narsa bor. Irodamizni kuchi yetavermaydi hamma vaqt ham. Qandaydir bir marralarni zabt etishdi. Lekin atrof muhitda juda katta kuch bor. Ayrim payt o'zimizning irodamiz yetmasa-da, atrof muhitni ta'siri ostida biz oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishishimiz juda ham oson bo'ladi. Masalan, bitta odam o'zi sport zalga chiqishi juda ham qiyin bo'lishi mumkin yoki ertalab turib yugurishi qiyin bo'lishi mumkin, lekin 4-5 ta o'rtoqlari "Key yuguramiz birgalikda" deb turib uni taklif qilsa, chaqirsa, eshigini taqillatsa, "Key chiqamiz" deydigan bo'lsa, u uchun juda ham nagruzka kamayadi-da va o'sha amalga oshirish juda ham oson bo'ladi. Bitta o'zi qiladigandan ko'ra bir necha kishi bilan birgalikda qilish juda ham oson. Ilm olish ham xuddi shunday, rivojlanish ham xuddi shunday. O'sha uchun atrof muhitingizda rivojlanadigan odamlar bo'lishini tavsiya qilaman. Kapitalizatsiyasi $100 million bo'lgan bir mijozimizning bir tavsiyasi. Men dedi, yonimda negativ gaplarni gapiradigan odamlarni umuman yaqinlashtirmayman. Ya'ni meni oldimda dedi, qilib bo'lmaydi, noliydigan narsalarni gapirishni umuman qo'ymayman dedi. Umuman yaqinlashtirmayman bunaqa odamlarni. Chunki men qiladigan juda katta narsalarim bor. Bunaqa narsalar meni oldimda to'siq bo'ladi. Men unga savol berdimki, agar qarindoshing bo'lsa-chi, shu seni to'xtatadigan, aniqrog'i negativ gaplarni gapiradigan, bo'lmag'ur narsalarni gapiradigan qarindoshing bo'lsa, aloqani uzsang, qarindosh bilan silay rahim uziladi. Qilmasang, misol deylik, qarindosh qanaqa bo'ladi deganimda chiroyli javob bo'ldiki, qarindoshchilik, silay rahim bu juda muhim narsa. Qachonki men qarindoshimga chiroyli muomala qilaman, o'sha silay rahimni ushlashga men tomonidan bir harakat bo'ladi. Lekin dedi, ular tomonidan qandaydir bo'lmag'ur gaplar yoki negativ narsalar yoki nolish kabi narsalarni eshitmaslikka meni haqqim bor. Ya'ni ularga kerak bo'lsa yordam moddiy, boshqa ma'naviy qanaqadir yordamlar kerak bo'lsa men yordam beraman, lekin ular tomonidan bo'ladigan qandaydir negativlarni eshitishga men majbur emasman. Qandaydir bahona qilib bo'lsa ham o'sha narsani eshitmaslikka harakat qilaman. Chiqaman, ketaman yoki boshqa bir ishim bilan shug'ullanaman degan bir ajoyib javob berdi. O'sha uchun atrof muhit juda muhim. Siz kimni atrofida ekanligingizga e'tibor qarating. 6-narsa bu tizim yo'qligi. Biz rivojlanishni xohlaymiz, o'zgarishni xohlaymiz. Shuni tushunish kerakki, o'zgarish bittada bo'ladigan narsa emas. O'zgarish tizimli bo'lishi kerak. O'zgarmoqchi bo'lgan odam kompleks ish olib borishi kerak. Ham atrof muhitingiz yaxshi bo'lishi kerak, ham ilm olish jarayoni muhim bu yerda, ham sizni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar bo'lishi kerak, ham hayotingizni, vaqtingizni rejali olib borishingiz kerak, ham yaxshi odatlarni joriy qilishingiz kerak, ham grafiklar asosida ishlashingiz kerak. Ya'ni buni tizimi bo'lishi kerak. Qandaydir bir o'zgarishni xohlayotgan bo'lsangiz, bitta ikkita harakat bilan o'zgarib bo'lmaydi. Ma'lum bir tizim asosida harakat qilsangizgina qandaydir bir o'zgarishga kelishingiz mumkin bo'ladi. Va 7-si, bizni rivojlanishga to'sqinlik qiladigan, to'sadigan narsalardan bittasi, biz o'zimizga ustoz tutmaymiz. Bizda ustoz yo'q. O'zimiz o'zimizga ustoz. O'zimiz nimadir to'g'ri deb bilamiz, o'zimiz nimadir noto'g'ri deb bilamiz. Bizga yo'lboshchi yo'q, bizga yo'lni ko'rsatadigan odam yo'q. Bu ham eng katta xatolardan biri deb bilaman. Chunki o'zgarmoqchimisiz? O'zgarishni qisqa yo'l bilan o'zgarish bor, uzoq yo'l bilan o'zgarish bor. Aynan ustoz tutmaslik uzoq yo'l bilan o'zgarishni olib keladi. Mingta xato qilasiz. Qancha pullaringizni sarflaysiz? Noto'g'ri harakatlar qilasiz. Umringizni, vaqtingizni, pulingizni, hamma narsangizni tamom qilasiz. Sabab ustoz tutmaslik. Agar siz qadimda ota-bobolarimizni agar tarixdagi ularning hayotlarini o'rgansangiz, har birlarining ustozlari borligini ko'rasiz. Har birlarini ustoz tutganlarini ko'rasiz. Ibn Sino bobomizni bunaqangi meditsinada natijalari ustozlari bor. Al-Xorazm bobomizning ustozlari bor. Amir Temur bobomizning ustozlari bor. Hammalarida ustoz bor. Lekin bizda ustoz yo'q. Qanday bo'lishi mumkin? Ustozni to'g'ri tanlash kerak bo'ladi. Ustoz tanlashda 3 ta kriteriyaga e'tibor qarating. Birinchisi, qaysi bir soha bo'yicha ustoz tanlayapsizmi? O'sha ustozni shogirdining natijasiga qarang. Natijasi bormi shogirdda, demak ustozni natijasi yaxshi degan. Chunki ustozni natijasi u shogirdining natijasi. Masalan, bir oshpazlikni o'rganmoqchimisiz? O'sha ustozlik qilayotgan odamning shogirdi oshpazlikda yaxshi natija qilganmi yo'qmi, shunga qarash kerak. Ikkinchi narsa, ustozni o'zini natijasiga qarang. Ustoz tanlamoqchimisiz? Ustoz natijasiga qarang.
o'zida yaxshi natija bormi yo'q? Va uchinchi ustoz tanlashda e'tibor qaratishingiz kerak jihat ustozning xulqiga e'tibor qarating. O'sha ustozni ilmini olish bilan birgalikda uni xulqini ham o'rganadi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi xulqi ham o'tadi. O'sha uchun mana shu 3 ta narsaga e'tibor qarating. Mana shu 7 ta narsani hayotingizga tatbiq qilishni boshlasangiz, o'zgarishingiz oson bo'ladi, rivojlanishingiz oson bo'ladi. Agar tizimli o'zgarishni xohlasangiz, ham o'zingizning shaxsiy hayotingizda o'zgarishni, ham biznesingizning hayotida o'zgarishni xohlasangiz, bizda 5 haftalik tez natija deb nomlanadigan, tizimga olib boradigan, operatsion boshqaruvni korxonada joriy qilib, operatsiyonkadan chiqib strategiya bilan shug'ullanishga olib boradigan dasturimizni sizga taklif qilamiz. Agar ushbu dastur sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda silka orqali tanishib chiqsangiz bo'ladi, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ro'yxatdan o'ting. Yaqin kunlarda ushbu dasturimizga start beriladi. Qolgan hammalaringizga agar ushbu video ma'qul kelgan bo'lsa, like qo'ying va yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha